Zor məğlubiyyət. Avtori Zbigniew Brzezinski. 20-ci əsrdəki komünizmnin güllىنىشى və ھالاكىتى. 19-cu bab. Komünizmның تەرەققىي qىلىۋاتقان dövlətlərنىڭ ىجتىمائىي ئىقتىسادىي ساھەسىدىكى مەغلۇبىيىتى. 2-ci qism. Azadlıq ilohiyyatchiligi bu xil shaklda inqilobning zo'ravonligiga yana bir qatim axloqiy asos ta'minlab, xristian dinining axloqsizlikqa qarshi haqqoniy g'azabi va Lenin ta'kidlaydigan intizomchan inqilob harakati orasiga ko'rik soldi. Nikaragua va Salvadordagi inqiloblarda azodlik ilohiyyatchiligi o'zining rolini ko'rsatdi. Sadiq kommunistlar bilan radikal katolik ruhonlari mo'rni-mo'riga tirab kurash qildi. Kishilar umumyuzlik holda inqilobiy qilmish, axloqiy, haqqoniy g'azabni ifodalab qolmasdan yana axloqiy ehtiyojni ifodaldi deb qardi. Yana bir azodlik ilohiyyatchisi Jos Megiz Bonino yuqorqi qarashqa bir komediyalik hikoya orqali cho'nqur va mig'izliq tushuncha berdi. Urugvaydagi Namratlar mahallisidagi bir protestant cherkovida qo'yilgan o'yinda bir artistning "Undaqda Xristos Aysa zodi kim?" deb qo'ygan savoliga yana bir artist "Biz uchun aytganda Che Guevara Xristos, Aysaning naq o'zi" deb javob bergan. Avam shuncha namrat, ijtimoiy tuzum shu qadar tangsiz, mangulik iqtisodiy krizisga patgan ijtimoiy muhitda marksizm bilan azodlik ilohiyyatchiligi put tepishmadi. Amerika qarshi kayfiyat bu ikki nazariyani texmi ulg'aytdi. Ammo kommunizm inqilobining natijasi shuncha kichik bo'lishini tushunish nihoyat tas. Marksizm, Leninizm hokimiyatining Kuba va Nikaraguada qurilishi kommunistik bu xulosani o'zgartirolmadi. Kuba Karib dengizidagi yagona orol bo'lib, kompartiya hokimiyatga erishganda Latin Amerikasidagi bir qadar taraqqi topgan davlatlarning biri edi. Nikaragua asosiy jihatdan O'rta Amerikadagi kichik yezigilik davlat edi. Ikkala davlatning inqilobi Amerikaning bevosita aralashishi paydo qilgan kuchli g'azab-nafrat keltirib chiqardi. Millatchilikning g'azab-nafrati bilan marksizmning chaqiriq kuchini selishtirganda, millatchilikning g'azab-nafrati siyosiy oshqunlikning texmi muhim manbasi. Kommunizmning yuqorqi ikki davlatda put terab turalishi Amerikaning xatoligi, arsonligi va izchilligi kamchil bo'lgan siyosatni keltirib chiqargan. Lekin kommunizm sanoatlashishning dastlabki bosqichida ko'riladigan shahar, yezi orasidagi ziddiyatdan foydalanib, Latin Amerikasining boshqa joylarida siyosiy jihatdan texmi zo'r ilgirlashlarga erishish kerak edi. Marksizmning nazariyasiga asoslanganda, kapitalizm taraqqi qilib, bu bosqichga yetganda jamiyatda o'tkir sinfiy ziddiyat ko'riladi. Kompartiya bu ziddiyatlardan osonla foydalanib ketadi. Ammo kompartiyaning mayli qonunliq yoki qonunsiz harakatlari bo'lsin, hammasi siyosiy xarakterlik bo'sishni qo'lga keltira olmadi. Shahar bozorlardagi partizanlik harakatlari butunlay mag'lub bo'ldi. Latin Amerika siyosatining paydin-pay demokratiyaga yuzlanishi kompartiyaning saylamda kishini hayron qoldiradigan darajada qarshi ilinmaydiganligini ifodalab berdi. 80-yillarda Latin Amerikasida eng yaqinqi 14 qitimliq mamlakatlik saylamda kommunistlar, ya'ni ba'zi ahvollarda kompartiyadan boshqa nomlarda saylamga qatnashgan. Erishgan
әң яхшы нәтиже Proda 26% saylan beltiga erişdi. Guanada 17% beletga erişdi. Başqa joylarda erişken belti təxminən 3%-dən 5%-kiçi boldu. Argentina və Braziliyaga o'xshash cho'ng davlatlardamo shundaq bo'ldi. Gerçi Braziliyada ikki kompartiya, ya'ni biri Sovet ittifoqiga, yana biri Albaniyaga moyil saylam qatnashgan bo'lsa-mu, erishgan belti rad tartibi orqadan o'rin oldi. Ya'ni Albaniya moyil partiyaning bir nomzodi g'oyat zo'r natija qozonib, eng ko'p shaxs beltiga erishdi. Bu nomzod 29 yoshli doktor Jandra Fignalli edi. Uning bikini so'zish kiyimi kiygan obrazi Copacabana sohilidagi satanglarning simvoli bo'lg'achqa, u shunga yoqtirishga sazovar bo'lgan. Әксіче, коммунистlarning o'z davlatlaridagi saylamlarning natijasi bir qadar utuqliq bo'ldi. Kommunistlar Nikaraguada 63%, Kubada 100% belatga erishdik deb jakarladi. Kommunistlarning mag'lubiyatida necha xil sabab bor. Yaqindan beri Amerika Latin Amerikasiga bir qadar taraqqiyparvar siyosat yurgizdi. Bo'libmi insoniy huquq degan bu jalbkor ko'zirni chiqardi. Bu Latin Amerikasida demokratiyani ilgari surishga foydali bo'lib qolmasdan Amerikani kunsiri tushkunlashayotgan mustabid o'ngchil hokimiyatlardan yiroqlashtirdi. Lekin texmi mo'yin bo'lg'ini yerlik demokratik kuchlarning bosh ko'tarishi bo'ldi. Bu kuchlar tadrijiy yo'sinda shaxsning erkinlikka bo'lgan intilishi bilan jiddiy ijtimoiy islohot qilish tashabbuslarini birlashtirdi. Latin Amerikasidagi necha asosli davlatning demokratiyaning asliga keltirishi inqilobining ta'sirini ojizlatishga foydali. Natijada hatto ba'zi oshqon azodlik iloyatchilarimi ijtimoiy islohot bilan demokratiya qimmatini birlashtirishga boshladi. Ular yaxshi yomonni qarama-qarshi qo'ydigan kommunizmlik dunyo qarshini uzluksiz inkor qilish bilan birga demokratiyani yo'lga qo'ygandilar, ondan o'zlarining inqilob orzusini amalga oshira oladiganligini bayqab yetishdi. Latin Amerikasidagi inqilob kayfiyatining tubdan o'zgarishida Sovet ittifoqicha sotsializmning jalb qilish kuchining tuvallishidan sirt Pop John Paulning favqulodda sehriy kuchimi muhim rol o'ynagan. 1979-yili 1-oyda u Latin Amerikasini ziyorat qilganda, "Ha, shundoq, ozodlik iloyatchiligi, lekin qandaq ozodlik iloyatchiligi?" degan savolni qo'ygan. Papaning bu mashhur savoli katolik dinining ijtimoiy jinoyatlar bilan kurash qilishdagi ma'naviy doiralik o'rnini asliga keltirib, ozodlik iloyatchiligi bilan marksizmning munosabatini uzvatdi. Papa o'zining keyingi o'gitlari va uqtirishlarida barobarsiz jamiyatning axloq jihatdagi haqqoniy g'azabini umumyuzlik o'zgartish va ko'p xillashgan siyosiy bilan sotsial demokratiya islohotining tashabbusini birlashtirishni aniq talab qilgan edi. Katolik dini an'anasi qo'yiq bo'lgan Latin Amerikasida Papaning so'zi g'oyat zo'r siyosiy ahamiyatga ega bo'lib, ko'p xillashgan demokratik siyosatning qonunliq o'rnini muqimlashtirish bilan birga marksizm ta'limotining mavjudlik zaruriyatini inkor qilgan edi. Buning bilan birga Sovet ittifoqining ichki qismidagi krizis paydo qilgan bevosita siyosiy ta'sirmi o'xshashla nihoyatda cho'ng rol o'ynadi. Sovet ittifoqi andisining shuhrati 70-yillarning oxiriga kelganda kundan kunga xaroblashdi. Orqadilla Gorbachevning Sovet ittifoqining mag'lubiyatini
ayıplashi xalqarada Sovet ittifoqi tajribalariga bo'lgan eng qattiq tahlil va tanqidlarga unumlik isbot ta'minladi. Buningdan sırt, Latin Amerikasi ziyolilari asalli Parijdan kelgan ko'z qarashlarning ta'siriga uchraydigan bo'lg'achqa, yaqinda Fransiyada maydonga kelgan qarash texmo ilgirlagan holda kommunizmning ta'sirini ojizlatdi. Bu ko'z qarash Sovet ittifoqi jamiyat taraqqiyotining to'xtab qolishining tipik salbiy misoli. Dövlət sosializmi kişilər ideyasını boğub qoydu deganni o'ttirib qo'ygan edi. Kuba bilan Nikaraguaning amaliy ahvolimi kishilarning kommunizmga bo'lgan umidsizlik kayfiyatini ig'irlashtirdi. Dastlabki Castroga ergishib Amerika qarshi turish qizg'inligi mubodi yo'qolsa, Latin Amerikasi davlatlari Kuba inqilobining jamiyat va iqtisod jihatdagi mag'lubiyatini texmo aniq ko'rib yetadi. Gerçi Sovet ittifoqi har yili Kubaga 5 milliard Amerika dollari yordam berayotgan bo'lsa-mu, Kubaning iqtisodi yanada to'xtab qoldi. Barliq iqtisodiy tarmoqlar degudek ishlab chiqarish nishonini o'rinday olmadi. Castro 1986-yili Kubaning 3 milliard 500 million Amerika dollariga yaqin tashqi qarzini qaytarishni to'xtatganligini jakarladi. Hamda 12 yillik qarz qaytarish yangi planini o'ttirib qo'ydi. Yana 6 yil uzartilgan qaralni qo'shimcha qildi. Kubaning metal pulining asosliq manbasining biri Sovet ittifoqi neftini qayta eksport qilishdir. Kuba Sovet ittifoqi hukumatining to'liqlamasidan keyingi baho bo'yicha neft setib olib, xalqaro bozor bahosida qayta setib o'tadi. Shuning bilan birga Kubaning tozlanmagan shakar ishlab chiqarishi nishondan ko'p orqada qolgan ahvolda iqtisodiy kooperatsiya komitetidagi setish normasini tamomlash uchun xalqaro bozordan necha 100 ming tonna tozlanmagan shakar setib olishga majbur edi. Kuba iqtisodidagi ofat Castroning Stalinning markazlashtirilgan planliq iqtisodini aynan ko'chirib kelganligining natijasi. Zo'r ko'lamdagi hukumat iqtisodiy organlaridagi xodimlarning soni 250 mingga yetgan bo'lib, ularga qarashliq emgak kuchi aran 3 million edi. Castro 1984-yili partiyaning 3-qatimliq vakillar qurultayida so'zlagan mo'yum nutqida kommunizm iqtisodining bir qator xatoliqlarini tanqid qilib, yangi sanoat yezigiligi aslolari nopos jalang joylarga qurildi hamda ishchilarning turalg'isi yo'q, mandarin tikish qatorliq mo'yum yezigilik ishlab chiqarish turi, sug'urish aslolari yo'q, teriqchilik balvig'iga o'rinlashtirildi. Suv tortish aslasi va elektr kuchi yetishmaganlikdan sug'urish planini amalga oshirishga amalsiz qoldik. Zavod sexlari va boshqa uskunlar yasalgandan keyin tok ulashga mumkin bo'lmadi. Yangi qurilgan turalg'ularda hukumatning mas qadamlik saplanmalari, masalan, tosh yo'l, soda nuqtasi va ko'ngil echish so'rinlari yo'q. Biz necha milliard peso mablag' selib qurgan temir yo'l tuguni qurilishi, signal sistemasi, mal tushirish rayoni va bekat qatorliqlarning yo'qligi sababli unumlik foydalanolmay tashlanib turibdi, dedi. Castro keyin Markaziy komitetga iqtisodiy xatolikqa aloqador kitob tuzganligini, kitobning hamma mazmunini ofat xarakterlik ishlar xotirlanganligini aytgan. Nikaraguaning ahvolimi asosan o'xshash bo'ldi. Hükümranlarning iqtisodiy jihatdagi iqtidorsizligi va davlatning harbiylashtirilishi davlatni urush mazgildikiga o'xshash nomrod ahvolga tushirib qo'ydi.
1988 yılның бешіда bir quti import qilingan ananas konservasini setib olish uchun odatdagi kishilarning oylik o'rtacha maoshining 20%ni xarjlashga to'g'ri keladi. Bir ishdan setib olish uchun bir oylik maoshning hammasini xarjlash kerak edi. Poytaxtda haftada 2 kun turubi suyi yo'q. Bir kunda 3 soat tok to'xtash normal ish. Tashqi qarz 1 milliard 600 milliondan ko'payib, 7 milliard Amerika dollariga yetdi. 1987 yildagi pul paxalligi nisbati 1800% ga yetgan bo'lib, amaliy maosh 90% tövenligen. Bununla asasen iqtisodshunoslar 1988 yılda pul paxalligi nisbati 10,000% ga yetadiganligini mo'ljallagan. 70 yillarning oxiri va 80 yillarning beshida Kubaning insoniy huquqini dafsanda qilish qilmishi tez suratda sirtqa tarilib, kishilarning texmo g'azab nafratiga qoldi. Aran 10 million nüfusga ega Kubada qamalgan siyosiy mahbuslarning soni barliq Latin Amerikasi davlatlarida qamalgan siyosiy mahbuslarning umum sonidan ko'p bo'lib, mundaq reallikni davomliq yo'shirib qilishga amalsiz. Mahbuslarning turmada uchirgan xo'rliqlar haqidagi shikoyatlari zo'r ta'sir qo'zg'adi. Eng vakilli xarakterga ega bo'lg'ini Armando Valladis yazgan bozorliq kitob Ümidsizlikdir. Bu kitobda avtor o'zining 20 yillik qamoqdagi hayoti ustidan shikoyat qilgan. Bu shikoyatlar Castroning obro'yini tushirib, kishilarga kommunizm faqatla xalqni ezadigan insonparvarlikka yot tuzum ekanligini texmi ilgirlab tonitdi. Kishilarning Kubaning insoniy huquq dafsandichiligiga bo'lgan diqqatining kunsir eshishi, azodlik iloyatchiligi ta'siriga uchirgan dindorlarga alohida rol o'ynab, marksizmning ideya va siyosiy jihatda yanamo yetib kelishini paydo qildi. Latin Amerikasining ijtimoiy va iqtisodiy masalalari dövlünüp ketgan bo'lib, siyosiy istiqbol masalasimi texicha hal bo'lmadi. Bu rayonda inqilobiy o'zgarishlar yuz beryapti. O'zgarishlar muqarrar holda ijtimoiy taraqqiyotning tuyuqsiz uzilishi va keng ko'lamlik ijtimoiy ma'lumotchilik keltirib chiqardi. Yaqin kelgusida kommunizm O'rta Amerikada, bo'libmi Meksikada nisbatan o'ngishli taraqqiyotini qo'lga keltirishi mumkin. Marksizm-leninizm O'rta Amerikadagi Amerikaga qarshi kayfiyat, millatchilik va xeyli ko'p qism yerlik ziyolilar va dehqonlardagi oshqun ideyalardan foydalana oladi. Salvadordagi to'polonning kaskinlashishi ehtimol qo'shni davlatlardan Honduras va Gvatemaladami ko'rilishi mumkin. Konkord ifodasi partizanlik atirtining jiddiy faoliyatlar shaklida bo'ladi. Bu ikki qo'shni davlat inqilob qilishning foydali shartlarini hozirlagan edi. Amerikaning Nikaraguadagi Sandinista hokimiyatiga qattiq yumshoq vositalarni ishlatibmi muvaffaqiyat qozona olmadi. Keyin Panama bilan bo'lgan munosabatni bartaraf qilishda xatolik yuz berdi. Natijada O'rta Amerikada Amerikaning ta'siri ojizlayotdi. Amerikaliklar qoldirgan vakuumni nisbatan aktiv hokimiyat qoldirdi. Bu hokimiyatlar Moskvaning qo'g'dishiga erishidi, Amerikaning aralashishidan saqlana oladi degan ta'sirot paydo qildi. Shunga Sovet ittifoqi bilan Kubaning bu rayondagi inqilobni ulg'aytish rolini oldiganligini faraz qilishga bo'ladi. Ular Amerikaning bu inqilobga intayin sazgur pozitsiyada ekanligini bilgashga ehtiyotkorlik bilan ish tutadi. Ammo kishini jalb qiladigan inqilob fursatidan voz kechmaydi.
O'rta Amerika qit'asida inqilob o'tining yamrishi Kastroning tarixiy burush tuyg'usining ma'lum asosi borligini tarixiy xarakterda isbotladi. Moskvaning nazaridan qaraganda inqilobning yamrishi asosliq raqibi Amerikaning jug'rofiyaviy siyosat ustunligini yo'q chiqardi. Shundaqla Moskvaning ideologiyadagi paydan-pay yo'qlayotgan umidvorligini qaytadan asliga keltirdi. Qandaqla bo'lmasin, Moskvaning strategiyachilari cho'qim bu rayonni Amerikaning ojiz halqisi deb qaraydi. Sovet ittifoqiliklar ehtimol eziqtirishga uchrab, bu rayonda inqilob o'tini tutashtirishi mumkin. Meksika kommunizmning muhim nishoni bo'lib qilish ehtimoli intayin cho'ng. Kommunizmning Meksikada ko'rilmasligi asosliq hokimiyat beshidagi inqilobiy tuzum partiyasining o'zliksiz ojizlashishi ko'p qirliq demokratik siyosiy keltirib chiqaramdi yoki ideologiyaning oshqulishini keltirib chiqaramdi deganga bog'liq. Ko'p yillardan beri inqilobiy tuzum partiyasi Meksikada inqilobning haqiqiy simvoli bo'lib, kommunizm inqilobining ta'sirini muvaffaqiyatli chetga qoqdi. Inqilobiy tuzum partiyasining o'ngchil va so'lchillarining texmi kuchlik hujumga uchrashini nazarga olganda, Meksika kommunistlarining bu davlatning siyosatini ikki qutbga bo'lib, eng oxirida so'lchilarni qo'lga keltirib, texmi oshqun Amerikaga qarshi yo'lga mangdiganligini mo'lcharlashga bo'ladi. 1988-yildagi Meksika prezident saylamining natijasi yuqorqi xatarning ig'irligini isbotladi. Hokimiyat yurgizayotgan partiyadagi so'lchil kuchlar bu partiyaning rasmiy nomzodini yengolmadik degan bo'lsa-mu, ammo oz degandimi 31%, ya'ni buningdan ko'p bo'lishi mumkin, belatga erishdi. Ro'shan holda marksizm, leninizm tusidagi bayroqni ko'tarib chiqish ularning shunchalik chaqiriq kuchi bo'lishidagi sababdir. Mamlakatlik demokratlar fronti deb atiladigan so'lchil harakatning programmasida bir nuqtai nazar bor. Asosiy mazmuni dialektik materializm, tarixiy materializm, marksizmlik siyosiy iqtisodshunoslik, ilmiy sotsializm va kommunizm qatorliqlarning hammasi mukammal marksizm, leninizm asosiy ta'limotining tarkibiy qismi. Bu ta'limotlardan ijodiylik bilan foydalanish orqali har qaysi ijtimoiy qatlamlarning Meksika tarixidagi rolini to'g'ri tushuna olamiz. Butun mamlakatda Cardenas frontidagi barliq a'zolarni qayta tashkillash, marksizm, leninizmni o'rganishga alohida ahamiyat berishdan iborat. Bu qarash Amerikaga qarshi kuchlik millatchi kayfiyatni nisbatan an'anaviy, ya'ni ortodokslik kommunizm nazariyasi bilan birlashtirishni maqsad qilgan edi. Agar Meksikaning hozir mavjud bo'lib turayotgan siyosiy sistemasi yemirilishga boshlasa, kommunistlar so'lchillarni o'tkazib olib, intayin keskin xirs bo'lib qoladi. Kelgusida O'rta Amerika, hatto Meksikadagi kommunizmchilar el orasidagi yo'shurun Amerikaga qarshi kayfiyatdan foydalanib, zo'rlik kuchi ishlatadigan inqilobni qayta qo'zg'ishi mumkin. Ammo Janubiy Amerikada kelgusi necha yillik inqilobiy harakatlar nazariya va tashkiliy jihatdan an'anaviy marksizm, leninizmni o'ttirg'a chiqara olmaydi. O'ttirg'a chiqara oladiganı ehtimol har xil yerlik tus olgan inqilobiy nazariya bo'lishi mumkin. Ba'zi inqilobiy harakatlar, masalan, Prodiki parlaq yo'l, ehtimol marksizm, maoizm, ya'ni Mao Zedong ideyasi bilan uzun muddat ekspluatatsiyaga uchirgan
indian dehqonlarining ijodkorga bo'lgan talpinishini birlashtirishi mumkin. Boshqa inqilobiy harakatlar 70-yillardagi Argentina va Urugvayda paydo bo'lgan shahar radikal partizanlik urush qilish andisini do'rishi mumkin. Ammo Latin Amerikasida yuz berish mumkinchiligi barg'ansir yuqorilayotgan ahvol kishilar tarixiy ahamiyatga ega an'anaviy nazariya orqali g'albini qo'lga keltirdiganda qiladi. Buningda amdi kommunizm tarkiblari bo'linmaydi. Davomi bor.